Assalomu alaykum. Ushbu loyiha O'zsanoat qurilish bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Yangibog' mahalla fuqarolar yig'inida 164-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi zovurdan tortib istalbaga qadar. Eniga esa narigi zovurdan tortib daraxtgacha ko'rsatilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor Yorif Anvar ishlab chiqarish kooperativi bilan biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4 tonna, jami 40 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.